Assalomu alaykum qadr bilan qadrdonlarim. 10-may sanasiga pomidor bozorimiz yomg'irlar yoqqan. Food City bozordan Toshkent Food City bozorida OpTV mana ko'rishlaringiz uchun bozorda deyarli odamlar yo'q. Lekin sifatli pomidorlar, sara mahsulotlar yo'q. Mana mistillar ham uchi boshlab qoldi. Ranglari qanot chiroyli. Ko'rsangiz mana 18 yashar qiz kiprigini qoqqanday bo'ladi. Go'yoki ko'rsangiz kipriklariga oshiq bo'lib qoladigan pomidor. Yeganda joning og'zingizdan sulaylari zo'qagan darajada shirinlik, mazasi zo'r. 16 ming so'mdan ekan. Manniston Zangiotani pomidor sushi boshlandi. Endi Buxoroda salfetkalarni ham ko'rsatib yuboramiz. Shu joyda Buxoroda mana salfetkalari 14,5 deb 14 dan berilyapti. Ya'ni kelishtirib beriladi deyilyapti. 4liklari, 5liklarini ham 14 shunaqa berishyapti ekan, kelishtirishib berishadi ekan. Ranglari ham, kipriklari ham xudo xohlasa zo'r. Ko'rganda ko'z ko'rmaydi, yeganda dil yayraydi degan pomidorni. Hozir sizlarga o'sha mana ko'rsataman. Kipriklari bilan chiroyli turibdi pomidorimiz. Go'zalligiga gap yo'q. Narxi ham 14 ming so'm ekan. Food City bozoriga kelsanglar kelishtirib beriladi. Shu joyda aytib ketamiz. Telegram kanalimizda bizni, ya'ni pomidor bilan shug'ullanamiz. Bizning lokatsiyamiz bor. Kelinglar, olib ketinglar. Xudo xolasa sifatli mahsulotlar qilib beramiz. Hozir yana boshqa joylarda ham ko'rsatamiz. Sekin yurib boraveramiz. Dehqon akamiz shuni birinchi ko'rsatgan mansi bergasi. Bularni qani oldi. Nech puldan berdinglar bular? Nech puldan berdinglar? 40 ming so'm yashiga. Yashiga 40 ming so'mdan beryapsizlar. Shunda nech pulga to'g'ri keladi? O'ziga yoqqandan. Ko'rishlaringiz uchun mana 200 ming berasiz 6 yashiga. Endi ikkinchi sorti, mayda garovska top. Yo'q, men borku, buni o'zi borku, qimmat olib qo'ygan. Mana biladi, nech bo'lgan. Bunaqa razmerlarda bor. Yashiga 40 ming so'mga to'g'ri keladi ekan. Bu degani 6,5 chiqsa hisoblab olaverasizlar. Yaxshi gapirsanglar kelishtirib ham berishadi. Shunday olib turib ko'rasiz. Nech pul beryapsiz? 6 ming so'mdan berishyapti. Qizil ikkinchi sorti qizil pomidorisi 6 ming so'mdan 6x6 bo'ladi. Shunaqalardan to'g'ri keladi. Mana o'sha bodring qatorga ham o'tdik. Mana bodring qatorlardan ham. Aka, buni bodringiz nech pul ekan aka? Orzumi bu? 5,5 ming so'm deyishyapti. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib berasizlar. Telefon raqamini aytib yuboringlar, aloqaga chiqishadi. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yaman. Bu YouTube kanalda. Ayting. 979 55 48. 90lik 979 55 48. Patisiyaga kelishtirib beramiz. Patisiyaga kelsa kelishtirishib qilib berishadi. Xudo xolisa ko'raverasizlar. Kelaverasizlar Food City bozoriga. O'chigalar mana o'sha bodring qatorida ham mana yomg'ir yog'yapti. Mol sotarlarga bitta baho berib ko'rasizlar. Yomg'ir yog'sa ham tirikchilik deb chiqishyapti hammasi. Nech pul bo'lib ketdi aka bodringlarimiz? Ikkinchi sortlari. Ikkinchi sortlar 3,5 ming beradi. 3,5 ming so'mdan qilib berishyapti akalarimiz. Yaxshilari bormi? Nech pul bilasiz? 12 ming so'm? Hammasidan 3 ming so'm. 3 ming so'mdan ham bor ekan, 12 mingdan ham bor ekan. Kelishtirib beramiz. Chili nech pul bo'lib ketdi aka? Chili 50 ming beradi. Chilida 50 ming so'mdan qilib berishyapti. Nech pul ekan aka bodringlar? Nestilar 7 ming so'm beradi. Nestilar 7 ming so'mdan ekan. Food City bozoriga kelaverasizlar. Mana yomg'irda ham akalar tinmayapti. Videoga like bosib qo'yinglar sizlarni. Shuni to'g'rilar West Toshkentga. Yomg'ir yog'ayotgan hisobiga deyarli ko'p joylarda olishda iloji bo'lmayapti. Qadr bilan qadrdonimiz do'stlarim, obunachilarim, qadrli insonlarim. Videoga like bosib, izohlarda fikrlaringizni yozib keting. Sahifamga obuna bo'lishni unutmanglar. Pulni emas, qiymatni tanlaydigan qadrli, baland qadrdon obunachi va qadrli insonlarim. Ko'plab joylarni aylanib chiqishga vaqt bo'lmadi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, ob-havo chataq, yomg'ir bo'lgan, uyib ketmoqdamiz. Shuning uchun aylanib chiqa olmadik. ya'ni 10-may sanasiga yomg'ir holati deydi 8-7 lar atrofida olinayotgan video
videoda o'rtasida aytib ketayotgan joyim, ya'ni bu blogimda hech kimga ziyon, naf, ya'ni odamlarga, olib sotar do'stlarimiz va savdogar do'stlarimizga ziyonli joyim yo'q. Instagramda arzonroq pomidorlar qo'yganim uchun ko'plab insonlardan negativ fikrlar eshityapman. Do'stlarim, qadrli insonlarim, sizlarga hech qanday ziyonim yo'q. Faqat odamlar uydan chiqayotib, yaxshi narsani nech pulga olishini chamasida qilib ketishi uchun chiqarib bermoqdaman. Xullas, qisqacha qilib aytganda, hayot qiziq, o'rtasi chiziq, chiziqda yurib qizig'ini ko'ramiz ekan. Bozor bu bitta liniyada chizib qo'yilgan bo'lmaydi. Ya'ni bitta narx bu обязательно bo'lmaydi. Ob-havoning hisobiga narx tushadi, ko'tariladi. Shunaqa gaplar, do'stlarim. Xullas, mendan xafa bo'lmanglar. Qo'limdan kelgancha sizlarga yordam berishga harakat qilaman. Videoga like bosing, izohlarda fikrlaringizni yozib keting. Bozorimizga keling, Food City bozorida Yesicho degan joyga agar lokatsiya muhim bo'lsa, agar pomidor, sifatli pomidorlar kerak bo'lsa, o'zimga aloqaga chiqinglar. Qilib Telegram kanalida lokatsiyani joylab qo'yganman. Obuna bo'linglar, videoga like bosinglar, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar.